$35,000 shunchaki havoga ketdi. 2023-yilda ketma-ket ikkita fuck-up qildim. Bittasini pul bilan to'ladim, ikkinchisini asablar va vaqt bilan. O'sha paytlarda O'zbekistonga startap tushunchasi va sohasi endi kirib kelayotgan vaqt edi. 5 oy davomida orzuyimdagi, men sevib qolgan g'oya ustida ishladik. Jamoa yig'dim, og'ir mehnat qildik. Lekin yosh edim va qo'shimcha juda ham ko'p faktorlar sabab loyiha muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Mana oradan 2 yil o'tib, yana bir marta startap qilishga qaror qildim. Hisobchi AI sun'iy intellekt asosida ishlaydigan loyiha bo'lib, insonlarning ovozi orqali aytgan gapidan kirim va chiqimlarini nazorat qilib yuradigan loyiha hisoblanadi. Va ushbu loyihani biz sun'iy intellekt yordamida 12 kunda g'oyadan ilk sotuvgacha olib chiqdik. Loyihamiz ko'rsatgan natijalar juda ham yaxshi desa bo'ladi hozirgi kunda. Ya'ni biz 5 oyda $1 million baholash qiymatiga erishdik va ilk $40,000 investitsiyamizni Yoshlar Ventures fondidan oldik. Ushbu startapimizning bunday natijalarga bunaqa tez chiqishining asosiy sabablaridan biri rasmlarni yaratish, reklama kreativlarini yozish, videolarni tayyorlash, bot va ilovalarimizdagi copywriting, ya'ni matnlarni tayyorlash barchasi AI yordamida bizada qilingan. Va men shu paytgacha yig'ilgan AI sohasidagi barcha bilim, tajriba va ko'nikmalarimni Qadam Education o'quv markazi bilan birgalikda bitta kursga jamladik. Sizga ham qiziq bo'lsa, bizga qo'shiling.